Demek bu misol DTM 2025'te sizga tushib qolishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. X kvadrat minus 3ax plus a kvadrat teng 0 kvadrat teng nima berilgan va uni ildizlar uchun mana bu shart o'rinli ekan. Ana topishimiz kerak. Yaxshi, demak, bu yerda Viet teoremasi ishlatilyapti. Ya'ni ildizlar yig'indisi bo'lgandan keyin Viet teoremasini ishlatishimiz kerak. Keling biz bu kvadrat tenglamamiz uchun Viet teoremasini yozib olamiz. Ya'ni Viet yozadigan bo'lsak, ildizlari yig'indisi x ni oldidagi sonni teskari ishorasiga, ya'ni 3a ga teng. Ildizlarini ko'paytmasi esa a ning kvadratiga, ya'ni ozoqdagi teng. Bu Viet formulasidan, Viet teoremasidan yoziladigan ifoda. Endi mana bu ifodani o'zi nimaga teng? Ya'ni x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati. Bu qisqa ko'paytirish formulasidan soddalashtirsak, ya'ni x1 plus x2 ning qavs kvadratidan 2 x1 x2 ni ayirmasiga teng bo'ladi mana shu ifoda. Yaxshi. Va xuddi shu 1,75, ya'ni 7 taqsimda 4 ga teng ekan. Yig'indini bilamiz, 3a ga teng, ko'paytmani bilamiz, a kvadratga teng. Demak, kvadrat tenglama hosil qilishimiz kerak. Yaxshi. Demak, 3a ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan a kvadrat teng 7 taqsimda 4. Xo'p, 9a kvadrat minus 2a kvadrat teng 7 taqsimda demak 4. 7a kvadrat taqsim 7a kvadrat teng 7 taqsim 4. Ikki tomondan 7 ni qisqartirib yuborsak, demak a ning kvadrati 1 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Ya'ni ildiz oladigan bo'lsak, a barobar plus minus 1 taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Demak, unutmang, bu misol DTM 2025 da sizga tushib qolsa, uning javobi quyidagicha bo'ladi. Videoni abituriyentlarga ulashib, like bosish, komment yozish esdan chiqmasin. Barchangizga imtihonlarda omad tilab qolamiz.